Yaratilgan imkoniyatlar hisobiga 7000 ta mahalla meva sabzavot, gulchilik, asalarichilik, tikuvchilik, mebelsozlik, savdo va servis kabi 15 ta yo'nalishga ixtisoslashdi. Ayniqsa 3326 ta mahalladagi 50% xonadon bu tizim bilan qamrab olingani uchun 1,5 million oila daromadli bo'ldi. Mahalla bankirlari, hokim yordamchilari har bir mahallada o'rtacha 40 tadan mikro loyiha qilish bo'yicha vazifa olgan. Buning uchun ularga joriy yilning o'zida 6,5 trillion so'm resurs berdik. Masalan, Qibraydagi Uy Maud mahallasida 2 yil oldin 10 nafar ishchi bilan boshlangan tikuvchilik mikro loyihasi shu yilning o'zida 3 million dollardan ko'p eksport qildi. Hozir 200 nafar ishchisi bor. Lekin shuncha resurs berilsa-da, hamma hokimlar va mahalla yettiligi ham bir xil ishlamayapti. Misol uchun hududlardagi 2356 ta mahallada hali ixtisoslashuv darajasi ancha past. Qo'chqorov shtablarda viloyat, tuman hokimlarining birinchi o'rinbosarlari, hokim yordamchilariga yo'l ko'rsatib, barcha mahallalarda ixtisoslashuvni oxiriga yetkazish zarur. Shuning uchun 1-noyabrga qadar ushbu mahallalar aholisi bilan uchrashib, ularning salohiyatidan kelib chiqib, aniq ixtisosligini belgilash kerak. Hokim yordamchilari va mahalla bankirlari 2 oyda kamida 200 ming aholini band qiladigan mikro loyihalar shakllantirsin. Haftalik so'rov qilib, 1-martgacha natija qilmagan hokim o'rinbosari, bandlik bo'lim rahbari, hokim yordamchilari va bankirlarni yangilasin. Shu bilan birga ixtisoslashuvi chuqur bo'lgan 3326 ta mahalla uchun ham alohida tizim bo'ladi. Bunda kelgusi yildan meva sabzavotga ixtisoslashgan 2682 ta mahallaga sanoat olib kirish uchun imtiyozli resurslar, avvalo saqlash, qayta ishlash va qadoqlash loyihalariga beriladi. Shuningdek, 1-yanvardan sanoat va hunarmandchilik yaxshi 644 ta mahallada mahsulotlar savdosiga ko'maklashayotgan onlayn platforma ishga tushadi. Bunga Zahidov, Ishmetov viloyat hokimlari birinchi o'rinbosarlari mas'ul va javobgar bo'ladi. 1000 ta og'ir mahallada sug'orish yaxshilangani uchun 80 ming gektar tomorqaga 25-30 yil ichida ilk bor suv yetib bordi. Bu yil 1000 ta og'ir mahallani sug'orishi, elektr va yo'lini yaxshilashga 3.2 trillion so'm berdik. Lekin 62 ta mahallaga suv borgani bilan bu yerdagi xonadonlar tomorqadan foydalanishni o'ylamayapti ham, o'zgarmayapti ham. Zahidov eng zo'r natija ko'rsatgan hokim yordamchilarini 62 ta mahallaga 1 oyga yuborib, tomorqadan samarali foydalanish bo'yicha o'z tajribasini joriy qilish kerak.